Assalomu alaykum, hurmatli Chirchiqliklar. Sizlarga bitta zo'r joyni, zo'r yangilikni ko'rsatmoqchiman. Chirchiq shahrida Chirchiq darvozalari bor. Mana sizlarga hozir shu joyni ko'rsatamiz, narx-navolarni ko'rsatamiz. Aka, keling Rahmatjon aka. Darvozalardan gapiring. Aka, bu darvozalarimiz 1,5 lesdan reflonga boson lesimiz. Mana yo'llariga 6 ga 4, 1,5 sengalik profillardan foydalanganmiz. Yo'llari, yondonlariga hammasiga shveler, taglari ham shveler, tepalariga profil qo'yib beramiz. Olib borib o'rnatib berish, zamoklar hammasi mutlaqo bepul. Kvadrati necha puldan buni? Kvadrati darvozalarimiz 550 mingdan boshlab 2 milliongacha darvozalarimiz bor. Sizga boraman, kataloglarni ko'rsataman. Ma'qul kelganini keling bilan maslahatlashasiz. Shuni desiz, razmer chiqarib, narx-navosini chiqarib beraman. O'zi necha pul bu? Necha darvoza bor? Darvozamiz 3,5 ga 3. Darvozamiz kvadrati 800 ming so'mdan chiqadi aka. 800 mingdan. Kvadrati 800 ming so'm. Mana ko'rishinglar mumkin, 800 mingdan kvadrati, ustanovkasi, o'lchashlari, qolgan hammasi olib borib berishlari tekin ekan o'rtoqlar. Keyingi darvozaga o'tamiz. Rahmatjon aka, qayerda kengisini ham ko'rsataverasiz. Xo'p, bu darvozamiz qanaqa? Aka, bu darvozalarimiz, taroq darvozalarimiz, qarang, kichkinaligini, razmerlari 2 ga 2. Buni garajga qo'yganlar. O'zlari kirib chiqishlari uchun uylarning dizaynlariga mos holatda 2 lisdan shumkali holatda qilganmiz. Bu 3 qavat bo'ladi. 3 ga 2 profillardan foydalanganmiz. Ruchkalarni ham qo'yib, nerjoykalarni qo'yib berganmiz yo'llariga. Darvozalarimizni razmeringizni qarab, xohlagan razmeringizni qilib beraveramiz. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak, 1,200 ming so'mdan chiqadi kvadrat. Razmeringizni qarab katta bo'lsa, narxini kelishaveramiz. Bu darvozalarimizni o'ziga yarasha qarang, go'zallikka ega. Lazerlarni qilib berganmiz, mana 2 profillardan qo'yib, o'rtalariga nerjoykalar qilib. Bu yarim shumka holatda, 2 qavatli darvozamiz. Shumka qilingan, ishlislariga shumka qilingan. Bular kvadratini ruchkalarni qo'yib berganmiz. Bular kvadrati 1,100 ming so'mdan. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, razmerlarni aytib o'tamiz. Eniga 3.30, balandligi 2.90. Razmer to'g'ri keladigan bo'lsa, ustanovkasini qilib beramiz. Mana o'rtoqlar, buni shumka qilingan yarim shumkali varianti ekan. Kvadrati 1,200 mingdan. Bemalol zakaz qilib olasizlar, Chirchiq darvozalari. Keyingi darvozalarni ham ko'ramiz. Endi qayerda bor yana darvozalaringiz? Mana oldida darvozalarimiz bor. Aka, endi bu darvozani tushuntiring. Bu darvozalarimiz aka, insonlarning imkoniyatiga qarab, cho'ntagiga, sharoitiga qaragan holatda bu darvozalarimiz ham xizmatlari zo'r bo'laniki. Imkoniyatga qarab, insonlarning sharoitiga qaragan holatda bu darvozamizni 20 xil assortimenti bor. 6 ga 4 profillardan foydalanganmiz, 1,5 sengalik. Listlariga keladigan bo'lsak, 1,3 list. Qalin. Shampovkaning qalin holatdagi darvozalarimiz. Tushunarli. Razmerlari 320 ga 3. Darvozamiz tashqariga ochiladi, kaltkalarni ichkariga ochiladi. Narxi necha pul? Kvadrat aka 600 ming so'mdan boshlanadi kvadratlar. Kvadrati 600 ming so'mdan boshlanadi. Kvadratlari 600 ming so'm. Tushunarli. Bo'ldi. Bu o'ziga yarasha qaytaga uslubda ekan, tayyorlanish jarayonida bu. Tayyorlanish jarayoni bu da hozir yasalgan ijoziki. Bu qanaqa narxda bo'ladi? Uylardan buni yechib kelganmiz, aka, kraskalar kuygan holat bo'lgani uchun biz hozir olib keldik, buni qayta jihozlab, kraskalarini shilib, gruntовкalarini qilib, chiroyli kraska qilib, egalariga qo'yib beramiz. Demak, ya'ni sizlarda yana restavratsiya ham, restavratsiya ishlari ham bor, kraska ishlari bor, kraskalar. Mana darvozalar bo'lmasa almashtirmayman desanglar ham, yangilash kerak, tikti yoniga bir narsalar qo'yib, buni yangilab borib, eskini ham chiroyli qilib bera olasiz, mana shu dizayn. Albatta, hammasini qilib o'zgartirib berish mumkin. Kimdir masalan, mablag'dan qiynalishi mumkin, qurilishi o'zi bo'lmaydi. Mabodoga darvozani o'zini nima deydi, tuning qilaman desanglar, mana shu akalarga Chirchiq darvozaga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi, tushunarli. Buni kvadrati necha puldan o'zi? Buni kvadrati 1,200 ming so'mdan chiqadi. 1,200 mingdan. Tayyor bo'lgan variantda restavratsiyasi emas, restavratsiya arzonroq. Bu qanaqa darvoza bu? Eng trenddagi darvozalarimizdan biri. Taroq darvozamiz juda hozir hadovoy ketayotgan darvozalarimizdan shu. Bu uylarga skromniy holat. Uyga? Однотонный tekis variant esa, tushunarli. Orqa tomoni mana tekis list, 2 qavatli shumkali bo'lgan. Listlarimiz 2 listdan foydalanganmiz. Sifatiga qarang, gap yo'qligini. Ideal holatda chiqqan. Bir akamiz mijozimizga qilib tayyorlab berganmiz buni. Nechiga nechi bu? Xudo xolasa 3,5 ga 3 darvozamiz. Bularning kvadrati necha puldan? Buni kvadrati 1,400 ming so'mdan. Ustanovkalar hammasi mutlaqo ichida. Akalarimizda bundan tashqari mana kacheliyalar ham yasashar ekan, mana. Arg'imjoqlarimiz aka spalnilarigacha yumshoqqina qilib berganmiz, suyanchiqlari bilan. Tepasi leksan. Tepasi leksan. Buning eng qizig'i mana olib qo'yib turib, mana yotkisiz belanchak bo'ladi. Belanchak ham bo'ladi. Ha, tushunarli. Mana obunachilar kacheliyalarda o'tirib olib, nima yetsin, ha? Mana shunaqa narsalarga. Obunachilar bularda darvozadan tashqari mana kravatlar ham tayyorlanar ekan. Kravatlarimiz bir mijozimizga uylariga spalni yasab berganmiz. Paltaras-palka bu. Paltaras. Bular odam o'ylashi mumkin, buni qanday olib kiramiz, domda yashaydiganlar bo'lishi mumkin.
Mana shuni o'ylagan holatda mana bo'shaydigan qilib qildik. 3 ga bo'linadi. Ha. Bir etap, ikkinchi etap, uchinchi etapda. Shuni ko'tarib kirilaveradi. Tushunarli. Bularning narxi necha puldan bor? Bu narxlari 1.600.000 so'mdan bez matras. Bez matras. Matrasi mana bo'ladigan bo'lsa, kelishgan holatda matras narxini qo'yib chiqarib hisoblab beramiz. Detskisi ham bor. Detski ham bor farzandlari uchun. Detskisi necha pul bo'ldi? 1.200.000 so'm chiqadi bu. Rahmat aka, endi biz qanaqa materiallar ishlatasizlar, nima bilan ham bir tushuntirsangiz yaxshi bo'lardi. Darvozalarimizni mana listlarimiz 2 li listlar. Ha. 2 plus, mana qora listlar. Holatlari zo'r. Og'irligini qarang mana. Holatlar bemalol ko'rishlari mumkin. Klientlarimiz kelib, o'zlarining ko'zlari bilan ko'rib, ish jarayonidan kuzatishlari mumkin. Bular nimada bular? Bular endi mana byudjetniy variant. Ozroq yig'inganman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, mana listlarimiz ham 1 li list. Xizmati ideal, zo'r xizmat qiladi darvozalarimiz ham. Faqat sal yuqoriroq. 1 li list. Ha. Lekin buni shunchalik qilib orqasiga 2 li list bosaman deydigan bo'lsangiz, narxda ozgina razilsa qiladi. Lekin vaqti og'ir darvoza bo'ladi. Mana har xil assortimentlarimiz bor. Klientimizga ko'yniga qarab darvozalarni chiqarib beraveramiz. Har xil gulli. Mana shu joyda assortimentimiz bor. Tushunarli. Necha xil turdagisi bor? 20 xil turdagi 20 xil. ishlarimiz bor. Seximizga mana kecha zavoddan promay holatda profillarimiz tushirib oldik. Mana shvelerlarimiz, profillarimiz 1.5 15 ga 15 dan 100 ga 100 gacha profillarimiz bor. Hamma xildan bor. Xilma-xillari bor. Shvelerlarimiz ham razmerlari bor. Endi bitta joyda keladigan bo'lsak, buni mijozlarimiz talablari bo'ladigan bo'lsa, uylar dizayniga to'g'ri keladigan holatda bo'ladigan bo'lsa, mana yonlariga 10 ga 10 profillardan, taglariga shveler holatda mijozlarimizga tavsiya qilamiz. Shu holatda tanlaydigan bo'lsa, shu holatda qilib beramiz. Nima xohlasa shuni qilib berasiz. Shuni xohlasa, o'shani qilib beramiz. Dizaynga mos tushadigan holatda profillardan foydalanamiz.